Hayotning hayoti osmonda uchgan qurbaqa. Dada, hech qo'lchasi va oyoqchasi chiqqan kichkina kurkak baliqchani ko'rganmisan? U endi tez orada qurbaqaga aylanadi. Voy, men ham shuni ko'rmoqchi edim. Buni metamorfoz deyiladi. Ha, metamorfoz. Lekin, dada, bilasanmi, qurbaqalarni ilonlar va qushlar yeydi. Bu juda achinarli. To'g'ri aytding. Ammo qurbaqalar ham yashash uchun chigirtka va chuvalchanglarni yeydi. Bu hayotning hayoti yaratgan qoidalarning bir qismi. Hayotning hayoti. Bu nima, dada? Ayting-chi. Balki biroz ulg'ayganingda aytarman, shin. Yo'q, men hozir bilmoqchiman. Iltimos, ayting. Rostdan bilmoqchimisan? Ha, juda ham. Xo'sh, unda yaxshilab tingla. Shundan so'ng dada hikoya aytishni boshladi. Bu hikoyani unga uzoq yillar avval bobosi aytgan edi. Osmonda uchgan qurbaqa haqidagi hikoya. Mana biz Satoyama degan joydamiz. Ko'p hayvonlar yashaydigan dalalar va o'rmonlar orasidagi qishloq. To'lin oy tunda guruch ekilgandan keyin qurbaqalar katta kuylashni boshlashdi. Gako, gako. Oy nurida sayr qilaylik. Gako. Geko, geko. Men senga jilmayishingni yoqtiraman. Geko. Kero, kero. Menga uylan, keroyon. Bu sevgi bilan to'la qurbaqalar qo'shiq tanlovi edi. Bu qancha vaqt davom etarkin? Yoz o'tdi va kuz kelib dalalar sarg'aydi. Kichkina kurkakdan Piyonta degan kuchli qurbaqa o'sdi. U har kuni ovqatlanish bilan band edi. Bugun u bir chigirtka, bir cho'qchoq tritket. Hatto bir o'rgimchakni ham tutdi. Ammo bir kuni, katta bir ilon unga tikilib turardi. Piyonta qo'rquvdan qotib qoldi. Bu juda xavfli daqiqa edi. Voy, tamom. Endi meni yeydi. U ko'zlarini qattiq yumdi va ilon hujum qilishini kutdi. Lekin birdan shar, shar, shar. Kuchli shamol esdi va Piyonta o'tlar orasiga uloqtirildi. U asta-sekin osmonga qaradi. Ana u. Katta bir qush changaliga ilonni olib uchib ketayotgan edi. Voh! Piyonta hayratdan baqirdi. Bir muddat u tik turib ham turolmadi. Kuz sovuq bo'lib bordi. Va tez orada qish shamollari esishni boshladi. Hey, Piyonta! Endi qishga tayyorlanish vaqti. Tayyorlanish? Nima degani, dada? Biz yer ostida uxlaymiz bahor qaytguncha. Buni qish uyqusi hibernatsiya deyiladi. Bu Piyonta uchun birinchi qish uyqusi edi. Dada, menda bir savol bor. Nima u, Piyonta? Aytchi. Piyonta o'sha ilon uni yeyay degan kunni eslab berdi. Keyin so'radi. Bir kuni men haqiqatan ham ilon tomonidan yeyilamanmi? Men nega tug'ildim? Iltimos, ayting, dada. Bu katta savol. Hozircha senga tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Lekin men bilmoqchiman. Iltimos, hozir ayting. Xo'p, unda juda diqqat bilan eshiting. Dada nima deydi? Bu keyingi safar uchun sir, kuting. Yaxshi, hammaga salom. Sizlarga inson sifatida hayot berilgan. Odamlar qurbaqalar kabi yeyilmaydi. Unda biz nima uchun tugildik? Iltimos fikrlaringizni izohlarda yozing.